Hazır birim. Abi siz şeyden mi? Rüstem Nurgaliyevich Minnikhanov tarafından uyuşturulgan Yerdem Yeneşe'de aksiyası kısalarında uyuşturulgan Respublika ko'lamida 7 tür kategoriyaga berilib turgan yerdam paketlarini qabul etib olamiz. Ko'rganingizcha bizning endi rayonda bu ish volontyorlar yordami bilan uyushtirildi. Volontyorlarni bizning endi rayonda ham respublika ko'lamida da Yoshlar Ministrligi kontrol ostida ham endi bizning rayonda da shulay endi bu yoshlar bo'ligi bilan birlikda uyushtirildi. Rahmat aytib ketasiz kelar bizning mana aktiv volontyorlarga. Ular endi bir oyda uyushib mana shu endi 666 produktoviy naborlarni bo'shatuvda eng birinchilardan bo'lib kelib jetdilar. Albatta endi shunday bugungi kun şartlarında, şu pandemiya şartlarında kelib turgan og'irliklar endi ol bizning bulayda yashowlar endi kirimlarine beyli bo'lgan, ham endi kirimlari yashaw minimumidan ozroq bo'lgan oilalar uchun endi bu pandemiya şartlarında tag'inda yashaw shartlari og'irlashdi deyarga kerak. Ham endi mana shularni hisobga olib endi bizning respublikamizning yetakchiligi respublika ko'lamida mana shunday zo'r yordam aksiyasi uyushtirib jiberdi. Oldin aytib ketganimcha, buni endi bizning respublika ko'lamida da ham bizning rayonda da 7 tür kategoriya grajdanlar ola. Bu endi bizning 8 yoshdan zo'rroq bolali, jon boshina oilaning o'rtacha kirimi yashaw minimumidan tuvanroq bo'lgan oilalar. Ular bizning 743 kishi rayonda ham shulay endi Etiyaning ikisining birsi aliment to'lovdan bosh tortgan 7 oila bizning bu spiskka kirgan. Ham endi opeka ham попечительlik vazifalarini o'tuvchi 24 oila kirdi. Sotsial yoqdan qo'rqinish bizning 5 oila kirdi. Ham 65 yoshdan ulkan bo'lib o'zigina yolg'izligini yashagan bizning grajdanlarimiz kirdi. Ham shulay endi ularning da kirimlari yashaw minimumidan kemroq bo'lgan tiyish. Ham endi 7 kategoriya ol o'z mashg'ullik bilan shug'ullanuvchi, ham endi mana bugungi krizis şartlarında ağır halde qolgan oilalar onda tarbiyalanuvchi bolalar uchun shulay bunda yordam ko'rsatiladi. Onday tür kategoriyaga bizning 52 kishi kira rayon ko'lamida. Bizning endi bu aksiya 4 taqdir bo'lacak. Mana uning birsi moy bayramlarına kadar uyushtirildi bitindi. İkincisi endi aning bizning 9 moy bayramından so'ng bo'lar deb kutiladi. Ham iyun ayında da bizning mana shu oldin aytib ketgan grajdanlarimiz endi iyun ayında da naq shu produktoviy naborlarning tag'in 2 taqdir olashaqlar. Tamam, yo'llasak endi. Rayonda volontyorlar uyushmasi samoizolyatsiya vaqtida bo'ldirildi. Barlig'i rayon bo'yicha 55 volontyor hisobda turadi. Samoizolyatsiya vaqtida volontyorlar muhtoj bo'lgan barliq grajdanlarga da bugungi kunda yordam ko'rsatib boralar. Ko'rganingizcha bugungi kunda respublika tarafidan oziq-tulik produksiyasi qayta ko'p ko'lamda shol volontyorlar bugungi kunda shu oziq-tulikni bo'shatuvda yordam etadilar. Ham tilak shunday kelajakda da shu samoizolyatsiya vaqtin eson sog'lig'ini o'zdirib, she'rlarga berishmishi birga yordamlashib o'zdirsak
үйде деген тілекте қалам. Мин Динара, Актаныш районынан волонтер. Волонтерлар хәрәкәтенә бик теләп кушылды. Безнең көнгә заявкалар керә социаль хезмәткәрләргә, шуны без ул өлкән яшьтәге райондашларыбызга, барлык социаль ярдәм кирәк булган кешеләребезгә көн саен ярдәм итеп торабыз. Азык-төлек таратабыз. Менә бүген дә безнең фуралар белән ярдәм кайтты. Безнең Актаныш районыннан һәм шушы аз керемле гаиләләргә ярдәм кайтты. Һәм шушыларны бушатырга, таратырга без җыелышып, барыбыз да бердәмләшеп килдек һәм бик теләп без ярдәм итәбез.